Ana, bismillahirrahmanirrahim deb birinchini ottirdik tangda. 13 tane o'xshaydi. 500-600 mingdan asa bo'ladi birini. Yigitlar turdingizlarmi? Akşamı yerib kelgan mashinalarimiz. Yo'lni bilmaymiz, shularga yermasak adasha to'ydik. Mashinam lekin yomon qiynaldi lekin. Mana yo'l tanlamas, batmas mashina. Avtoblogga tashlab qo'ydik-ku. Вот это dengizdi. Bizlardan Aral dengizimiz. Quyosh chiqishini ko'rarmiz dedik, ko'ra olmadik. Bulut bo'lgan uchun. Yani Sartar jo'ramiz erta turibdi bizlarda. Yani mana oqshomga 650 ming degan kasisa. Adam 650 ming. Короче, mide batıp kaldık. Ana manzara. Şu yerga kelamiz deb yarım saatdan beri mashinada yotibmiz. Kela olmayapmiz. Yo'l topa olmay qoldik. Şu yerga borishimiz kerak, короче. Ve nihayet denedik dedim, emellep geldik batıp. Şunda adam kaldı maşin böyle. Batıp kaldı. Mana qayalarga borishimiz kerak edi, sizda bora olamizmi ekan? Va qudratingdan ta'riflashga tilojsiz. Kep ko'rsa arziydigan yerlar ekan, vobshim zo'r ekan lekin. Vobshim dahshat. Endi kelish ansat bo'lmadi shu yerlarga dag'in. Ansat bo'lmasa ham kelib ko'rishga arziydi. Ne Aral dengizimiz. Bu yerlarga suv kelganda, vaqtida suv kelib urilib, shu yerga urilib, shunday chiroyli manzara bo'lib qolgan shu yerlar. Buna tiyindan yurib vobshim zo'r, dahshat. Ta'riflashga tilojsiz. Tavsiya beramiz, kelish qiyin bo'lsa ham kelishingizni tavsiya beramiz. Kelishga arziydi. Güzel reklama. Güzel iş yaptık mı? İnternet. Bir de yine bir kızlık var ekan. Qariylar ko'rib qariylar. Kasisa gap. Kelib qoldi biri. Jigar bosvoradigan joyi deydi-ku. Qarchi yarim belima kelib bitdim o, yarim belima. Tiko motor mu Tiko? Oz motor mu? Dekanam işte bu ha? Bosvoradigan joyi deydi-ku. Dahshat. Ne iş qilatonini bilmaymiz bulardan. Lekin zo'r ekan. Ya model sodan batmoqda.